Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Bugun biz mana qorimizni o'ntaryapmiz, mana tayyor holatga keltirib qo'ydik. Lagadan qorlarimiz mana konteynerda o'sha shivlardan bo'lgan qorlarimizni yasabana oxiriga yetib keldik. Inshaalloh egalariga yetkazamiz. Akalar, bu firmalarimizni 1 metri 190 ming so'mdan tayyor bo'lyapti. Lagalarimiz o'zi 85 ming so'mdan bir donasi 230, ya'ni konteynerda o'sha tagidan chiqadigan shivlarimiz. Akalar, mana firmalarimiz bu yog'i 14 ta bu yoqda, mana 10 ta bu yoqda bor. Uni mana keyin davomi bor. Mana bu yoqqa ham taklif qo'yganmiz akalar. Bemalol shunaqa firmalar kattaroq joylarda, avialarda yopish uchun sizlarga agar mabodo shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar akalar. Hali videolarimiz davom etadi. Mana bu firmalarimiz akalar, mana bitgan holat endi. Bu firmalarimiz Toshkentda o'sha Yangiyo'l tumaniga bo'ldi. Endi bu firmalarimiz hozir aynan shu Farg'ona viloyati Bo'yra tumanida Qoratepa qishlog'ida tayyor bo'lyapti. Ustalardan o'zimiz ustamiz, shuni yasadik. Egalariga inshaalloh yetkazamiz. Kimlargadir shunaqa firmalar kerak bo'lsa, mana shu yerda ishlaymiz, bemalol murojaat qilsalar ham bo'laveradi akalar. Endi qadrli obunachilarimiz, o'sha firmalarda tagiga ustunlikka bir ajoyib variantimiz bor. Mana ko'rib turibsizlar, shu hozir buni 1 metri 260 ming so'mga tayyor bo'lgan. Ya'ni ustuni shu narxga chiqdi. Ustunlik 40 ga 40, 50 ga 50 har xil chiqaveradi. Mana o'sha konteynerda o'zini lagasidan divoyni qilib 4 tali qilingan varianti. Endi bularni o'rnatib ustiga keyin firmalarimizni tagida обязательно qorasi bo'ladi. Hozir o'sha qorlarni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Qorlarimiz mana shu holatdagi qorlar. Ya'ni bular yakkali firmalar. Bular 170 ming so'mdan boshlanib 220 minggacha bo'ladi. Yana bu firmalarimiz mana o'sha qorilikka tayyorlab qo'yilgan. Bularda chetga borib ulanadi, ya'ni ishlashmay bo'lmaydi, ulanadi hammasi. Har xil 1170 dan yog'iga ulash kerak bo'ladi. 1170 gacha butun bo'ladi. Bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar akalar. Qadrli obunachilar, yana sizlarga yangilik sifatida ko'rsataman. Mana bu firmamiz, mana e'tibor berib qo'yasizlar. Hozir shu firmamiz ko'prik uchun yasalayotgan firma, ya'ni ko'priklarni ikkala yoni bir-biriga qo'shilganda bu ko'prik hosil bo'ladi. Kattaroq suv o'tadigan joylarga yoki o'sha kanallarning ustiga qo'yishga juda qulay bo'lgan ko'prik. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. To'xtalar ham bo'laveradi. Mana sverkalari ajoyib holatda bo'lyapti. Mana hammasiga planka qo'yilgan, chiroyli holatda qilinyapti. Hammasi to'g'ri, ajoyib. Kimga bir shunaqa firmalar, xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yra tumanidan bo'lyapti. Like, obuna bo'lib qo'yinglar. Hali videomiz yana davom etadi. Ya'ni o'sha konteynerdan chiqadigan listdan bo'lgan firmalarni ham ko'rsatamiz akalar. Mana bu firmamiz, mana tepasi 6 ga 4, ya'ni ichi ham 6 ga 4, lekin tagi konteynerda 6 ga 6 profilidan chiqqan, mana chiroyli holatda bo'lgan. Shunaqa firmalar ham chiqaveradi akalar. Bemalol telefon qilsalar ham bo'laveradi. Videomiz yana davom etadi akalar. O'sha konteynerda listini o'zidan bo'lgan firmalarni ham ko'rsatamiz, ya'ni mana bunaqa profillardan to'qilgan firmalarni ham ko'rsataman akalar. Videomiz davom etadi akalar. Mana firmani o'sha listdan bo'lgan ko'rsataman degandim. Mana 5 ga 4 bo'lgan varianti. O'sha kattaroq joylar uchun juda ma'qul keladi. Hozir akalar yasab tayyor qilishyapti. Mana ancha ko'proq tayyor bo'lib qolgan. Kattaroq joylar uchun juda qulay narsa. 5 ga 4 qalin listdan chiqadi. Hozirgi kunda 1 metrimiz 130 ming so'mdan tayyor bo'lyapti. Akalar, shunaqa xizmatlar uchun bemalol telefon qilsalar hisoblab tashlab beraveramiz. Bemalol olib borib yasab o'rnatib beraveramiz. Har xil turdagi assortimentdagi firmalar, xorilar bor akalar bizda. Mana
katta deysizmi, kichkinasidan deysizmi, har turidan buyurmalarimiz tayyor. Mana ko'rsatib qo'ygan. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi. Hozir endi bu variantimizni kraska bo'lib turgan holatini ham ko'rsataman. Ozgina akaxonimiz tepada so'rga qilyapti. Hozir mana o'zimdan ancha baland holatga kelgan mana. O'lim yetmayapti o'zi. Ancha ko'p joy, ya'ni katta joy ob'yom uchun qilinayotgan ish. Akalar mana kraska bo'lib bitgan holatda, kraska bo'lgandan keyin ancha zanga, ya'ni havo namligi ancha chidamli bo'ladi. Akalar buni kraskasi alohida pul, ya'ni 130 ming so'mga tayyor bo'lsa, kraskasiga ozgina qo'shiladi. Bu hozir kraska bo'lgan holatimiz bu to'rga to'rdan bo'lgan, ya'ni buni hozir 1 metri 120 ming so'mga tayyor bo'ladi akalar. 120 ming so'mga tayyor bo'lgandan keyin olib borib o'rnatib berish alohida pul. Dastlabkasi ham alohida pul bo'ladi. Shunda e'tibor berib qo'ysa. Materiallarimiz mana ancha qalin holatdagi materiallar. Ko'rsatib qo'yaman. Ya'ni qalinlisidan tayyor bo'lyapti. Bunaqa xizmatlar uchun bemalol telefon qilsalarim bo'laveradi akalar. Hammalaringga rahmat. Obuna bo'lib qo'yasizlar akalar, kanal rivoji uchun layklarni bosib qo'yasizlar. Ustalarni qo'llab turasizlar, rahmat akalar. Konteynerdan bo'lgan uyimiz tayyor bo'lib qoldi. Mana ichi polni shu holatda chiroyli chiqyapti. Ichi plastikdan bo'lgan montajlari bo'lgan, ishlariga stiklavatalar tiqilgan. Chiroyli holatga olib kelgan aktivistlar, montajlar hamma yo'g'i bo'lgan. Qo'llariga panellar qotiriladi, chiroyli bo'ladi akalar. Mana tomlarni ko'rib turibsizlar. Bemalol do'konlar, har xil joylar uchun olib borib o'rnatib yashasa ham bo'laveradi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar.